Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Qarachisi. Bijanga unda ko'p shug'ullanmadim. 10 kun shug'ullandim, yana chiqdim. Bilasizlar-ku, jaydarimiz onasi ketman chopib jirbillagan bolada o'zi jaydarchasiga urishamiz. Butun O'zbekiston qo'llab-quvvatlab turganidan keyin rahmat. Mana shuncha inson kelib, rahmat. Ichki ishlarimizga rahmat kattakon. Ichki ishlar bor, vatan tinch. Hokim bo'larimizga rahmat, prezidentimizga rahmat. Otajon, onajon, ko'rib turibsizlar, men alhamdulillah g'alaba qildim, sizlarni deb udaladim. Qachon uylanasiz? Nasib bo'lsa, men shu 2026 uylanaman. Akmal aka, qayerdasiz? Akmal akani chiqarib yuboring, bitta 11-17 Pro Max beraman deb. Aka, qani? Mana shu jangimda Tayson tog'alaring aytdiki, qanaqa bunaqa yengib qo'yishim mumkin dedi. Bitta inson juda katta sababchi bo'ldi, motivatsiya bo'ldi. Xatombek Boynazarov akaga rahmat. Hozir shakaning qo'lni aytganini qildim, bittada yengdim. Nasib bo'lsa, Xatombek Boynazarov akaning qo'lida shogirdga tushaman. Ko'rasizlar, Kamil karatini ham uraman. Revanchda ko'p Kamil karate kelyapman. Nasib 3 oydan keyin girin qilamiz.